Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz siz bilan 3 xonali uyni ko'rib o'tamiz. Ushbu 3 xonali uyimiz shahar markazida joylashgan avtorskiy proyektda ta'mirlangan bo'lib, barcha jihozlar bilan birgalikda sotilmoqda. Uyimiz eshikdan kirish bilan kattagina hol prixoj, ya'ni bu yerda dekoratsiya ishlari olib borilgan. Искусственный gullar hamda bu yerda ham dekoratsiya ishlari olib borilgan. Hamda birinchi uyimizdan ko'rib boramiz. Bu birinchi xonamiz mehmonxona bo'lib, mehmonxonamiz dubayskiy mebellar bilan jihozlangan hamda u yoqdagida sifatli gilamlar to'shalgan. Bu yerda ham dekoratsiya ishlari olib borilgan, chiroyli gullar. Uyimiz juda ham did bilan ta'mirlangan, barcha jihozlar bir-biriga kombinatsiya qilingan. Hamda eshiklarimiz zakazli MDF eshiklar, barcha xonalarimiz alohida bo'lib, hozirda bolajonlarimiz yotoqxonasini ko'rib o'tamiz. Bolajonlarimiz yotoqxonasini ko'rib turganingizdek, bu yerda ikkita односпалка qo'yilgan. Chiroyli qandalar. Uyimiz ikki tomonlama bo'lib, vetrinli hamda родительский spalnyamiz yotoqxona mebellar bilan jihozlangan. Bu yerda dekoratsiya ishlari olib borilgan. Barcha jihozlar bir-biriga moslashtirilgan. Bu yerda ham chiroyli mebel qo'yilgan. Menga eng yoqqan tomoni bu oshxonasi kompaktli, chiroyligina hamda bu yerda qarang, soatlari ham ilingan. Oshxonamiz ko'rib turganingizdek, o'tib ovqatlanish uchun joy, oshxona mebellari, gaz plitasi, vытяжка barchasi mavjud hamda rakovina bu yerda kir yuvish mashinkasi uchun joy ham bor. Endi esa sanuzul xonasini ko'rib o'tamiz. Sanuzul xonamiz tepadan pastgacha kafiltelgan vanna, rakovina, unitaz barchasi mavjud hamda ariston ham o'rnatilgan. Endi esa manzilni eslatib o'taman. Manzil Buxoro shahar Sentralniy apteka oldidagi 5 qavatli g'ishtli uyning 4-qavatdan 3 xonalik uyni ko'rib o'tdik. Ushbu 3 xonalik uyimiz 78 kvadrat metrni tashkil qilgan holda avtorskiy proyektda bo'lib sotilmoqda. Agar sizga uyimiz yoqqan bo'lsa, bizga bog'laning.